Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan miya qo'rinchalari va cerebrospinal suyuqlik haqida gaplashib o'tamiz. Miya qo'rinchalari o'zi qayerda joylashgan va cerebrospinal suyuqlik qanaqa qilib miya qo'rinchalari orqali harakatlanadi, batafsil shu haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi ko'rayotgan narsamiz bu xuddi bug'uni shoxiga o'xshayotgani bu lateral qo'rincha hisoblanadi. Ya'ni mana shu tomondan shu tomongacha chizilgan. Va buni alohida ajratib ko'rsatilgan. Ya'ni har bitta qo'rincha. Endi bu lateral qo'rincha bizani qayerda joylashgan deydigan bo'lsak, miya yarim sharlarida joylashgan, ya'ni forebrainda joylashgan bo'ladi. O'ng miya yarim sharlarimizda o'ng lateral qo'rincha, chap miya yarim sharimizda chap lateral qo'rincha joylashgan bo'ladi. O'shaning uchun bular ikkita juft hisoblanadi. Azizlar, lateral qo'rinchalarda 3 ta qism farqlanadi, ya'ni 3 ta shox farqlanadi desak to'g'riroq bo'ladi. Frontal shoxi, ya'ni peshona shoxi peshona bo'lagida joylashgan bo'ladi. Temporal shoxi esa bizani chakka bo'lagimizda joylashgan bo'ladi va occipital shoxi occipitalda, ya'ni ensa qismida joylashgan bo'ladi va tana anterior qismidan tafovut etadi. Lateral qo'rinchani ostida esa 3-qo'rincha joylashgan bo'ladi. 3-qo'rincha lateral qo'rincha bilan Monro teshigi orqali bog'langan bo'ladi azizlar. Bu ham juft hisoblanadi. Endi bu yerdagi 3-qo'rincha bizada joylashgan 4-qo'rincha bilan bu yerda ko'ryapsizlar, cerebral aqueduct, ya'ni silviy suv yo'li bilan birgalikda tutashgan bo'ladi. Mana shu qismda bizlar silviy suv yo'li deb ataymiz. Bunda ham cerebrospinal suyuqlik oqadi. Demak, mana bu qism 4-qo'rincha hisoblanar ekan. Har bitta qo'rinchadan boshqa qo'rinchaga o'tishda ma'lum bir maxsus teshikchalar bo'ladi. Shuni ham yodlab qo'ysalaringiz juda yaxshi bo'lardi. Bu yerda lateral qo'rinchadan 3-qo'rinchaga aytdik. Monro teshigi orqali, foramen of Monro orqali o'tadi va bu yerdan, ya'ni 3-qo'rincha 4-qo'rincha bilan biz gaplashib o'tdik. Cerebral aqueduct orqali bog'langan bo'ladi. Mana shu qism, mana shu qismdan mana shu qismgacha. Va azizlar, bu yerda biz yana ko'radigan narsamiz Magendie va bu yerda Luska. Va bularda ahamiyati nima deydigan bo'lsak, bu bizda o'sha subarachnoid bo'shliq bilan tutashgan bo'ladi va bosh miyani shunaqa tarzda aylanadi. Bosh miyada yoki orqa miyaga o'tib ketishda subarachnoid bo'shliqlar orqali o'tib ketadi azizlar. Bizda alohida strelkalar orqali ko'rsatilgan mana shu oqim bo'ylab cerebrospinal suyuqlik aylanadi va venozniy qonlarda hosil qiladi. Venoz rashishinalarda hosil qiladi. Endi bizda savol tug'iladi. Mana shu cerebrospinal suyuqlik o'zi qayerda hosil bo'ladi? Bizda qizil rang bilan alohida ko'rsatilgan, ya'ni choroid plexuslar bo'ladi. Ya'ni bu lateral qo'rinchada va 4-qo'rinchada joylashgan bo'ladi, ya'ni zich kapillyarlar turidan tashkil topgan. Endi mana shu zich kapillyarlar turi spesifik epidemial hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Joylashish joyi juda muhim hisoblanadi. Va mana shu kapillyarlardan cerebrospinal suyuqlik sizib chiqadi. Lateral qo'rinchadan ko'ryapsizlar, lateral qo'rinchada hosil bo'ldi va bu lateral qo'rinchada hosil bo'lgan cerebrospinal suyuqlik foramen Monro orqali 3-qo'rinchaga tushyapti. 3-qo'rinchani ko'ryapsizlar, mana shu qism 3-qo'rincha hisoblanadi, ya'ni gipotalamus va gipofizda ham bu yerda ko'ryapsizlar. Endi bu 3-qo'rinchaga tushdi. Endi 3-qo'rinchadan 4-qo'rinchaga o'tishida bunda cerebral aqueduct, ya'ni silviy suv yo'li hisoblanadi. Biz anatomiya darsida ham bularda batafsil o'rgangan edik. Ya'ni o'sha 1-kurslikda bu sizlarga o'rgatiladi. Endi 3-qo'rinchadan 4-qo'rincha orqali silviy suv yo'li orqali bizda cerebrospinal suyuqlik o'tdi, harakatlandi, 4-qo'rinchaga tushdi. Endi 4-qo'rinchadan bizda miyani subarachnoid bo'shlig'iga tushish kerak. Subarachnoid bo'shlig'i bizada o'sha arachnoid mater bilan pia mater o'rtasidagi tuzilma hisoblanar edi. Ya'ni dura mater, bu yerda arachnoid mater va pia mater. Mana shu arachnoid bilan pia mater o'rtasida subarachnoid bo'shliq bor, ya'ni to'rsimon tuzilma bor. Mana shu to'rsimon tuzilmani ichiga o'tib oladi. Endi qanaqa harakatlanadi deydigan bo'lsak, bizada ko'ryapsizlar, ya'ni o'rta teshik median apertura orqali foramen of Magendie bor. Mana shu Magendie orqali bizda orqa miyaga yoki aylanib turib venos sinuslarga quyilishi mumkin bo'ladi azizlar. Ya'ni venos bu yerda sagittal sinuslar bor.
ya'ni alohida bor superior sinuslar bu yoqda, ya'ni pastga tushib sagital sinuslar va bular yugular venaga tushib yurakka borar edi. Endi bizga savol tug'ilishi mumkin. Bu yoqda subarachnoid bo'shliqda ko'rib turib biz endi bu qanaqa qilib venos tizimga o'tib ketadi, shuni ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana bu yoqda subarachnoid bo'shliq, bu yoqda ko'radigan bo'lsalaringiz arachnoid granulyatsiyalar bor. Mana shu arachnoid granulyatsiyalar orqali bizada bosh miyada joylashgan vena sinuslarga, ya'ni venos sinuslarga quyiladi. Va bu venos sinuslar azizlar alohida birlashib bizada o'sha bo'yinturuq venalari bor. Bo'yinturuq venalar orqali keyinchalik yurakka borib quyiladi. Va biz ko'radigan keyingi narsa bu orqa miyaga qanaqa qilib o'tadi. Foramen of Magendie bor. Magendie haqida gaplashib o'tdik. Magendie orqali bu bosh miyaga, ya'ni bosh miyani aylanish mumkin yoki pastga ham tushishi mumkin. Pastga qanaqa qilib tushadigan deysiz, o'sha 4-qo'rinchadan hosil bo'lgan cerebrospinal suyuqlik, subarachnoid bo'shliq bor. Xuddi bosh miyaga o'xshash subarachnoid bo'shliq bor. Mana shu subarachnoid bo'shliqqa tushadi. Yoki bu yerda ko'rib turibsizlar, yana bitta narsa bor, tuzilma bor, ya'ni central canal of spinal cord bor. Ya'ni bizada orqa miyamizda central kanal bor. Mana shu central kanalga tushadi. Endi bu bitta joyda to'xtab qolmaydi degan harakatlanadi. Ya'ni ko'ryapsizlar, bu bitta o'sha orqa miyani o'rab turgan parda deydigan bo'lsak, mana shu oldingi tomonini ham o'rab olgan bo'ladi va bu harakatlanadi. Ya'ni orqa miyadan qayta bosh miyaga harakatlanishi mumkin, ko'ryapsizlar. Ya'ni orqa miyadan bosh miyaga harakatlanyapti. Endi bizda savol tug'iladi, mana shu cerebrospinal fluidda vazifasi nimalardan iborat deydigan bo'lsak, birinchi vazifasi bu himoya hisoblanadi. Ya'ni miya va orqa miyani tashqi zarbadan va tebranishdan himoya qilinadi. Ya'ni masalan biror narsa urildi, bosh miyani vibratsiyasidan harakatlanishidan asraydi. Mana yoqda urilib ketaversa, bosh miyamiz zararlanib qolishi mumkin. Suyuqlik muvozanatini saqlash mumkin, ya'ni suyuqlik bosimini muvozanatini ushlab turadi, gidrostatik barqarorlikda ta'minlaydi. Moddalar almashinuviga ham ta'siri bor, ya'ni oziq moddalari, kislorod, elektrolitlar miyaning hujayralariga mana shu cerebrospinal suyuqlik orqali yetkaziladi azizlar. Endi bizada immun himoya javoban beradi, ya'ni o'sha cerebrospinal suyuqlik tarkibida bizada kerakli bo'lgan immun hujayralari ham joylashgan. Bular infeksiyalarga qarshi kurashib, bosh miya pardaralarini va bosh miyani o'zini ham o'sha infeksiyalardan asraydi. Endi bizada travma bo'lsa, mana shu arachnoid granulyatsiyalar buziladigan bo'lsa, endi bu zararlanadigan bo'lsa, qayta bu so'rilish xususiyati, ya'ni likvordan bunday venozning qonga aylanishi buziladi. Bular bitta narsa azizlar, bir tomonlama harakatlanadi. Ya'ni venadan qayta likvor hosil bo'lmaydi. Faqatgina likvordan bizada venos qon hosil bo'ladi. Va mana shu tomonda buzilish sodir bo'lganligi sababli, ya'ni yo'llar yopilgan, suyuqlik harakati cheklanganligi sababli bu yerda likvor yig'ilib qoladi va intrakranial pressureni oshirib boradi. Ya'ni intrakranial bosimni oshirib boradi. Yosh bolalarda shunaqa holat kuzatiladigan bo'lsa, gidrosefaliya kuzatilishi mumkin. Ya'ni miya qorinchalari yig'ilib ketib, bizada har xil o'sha bosh og'riqlarini yoki bizada shunaqa narsa bor. Mana bu bosh miyani tepa qismga, ya'ni bosh suyagiga qisadigan bizada servislar, ya'ni tutqanoqlarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni drenaj funksiyasi buziladigan bo'lsa, bizada gidrosefaliya, intrakranial pressure oshib ketadi azizlar. Yoki meningitda ham bo'lishi mumkin, chunki miya pardalari ichida harakatlanyapti. Agar mana shu cerebrospinal suyuqlik ichida bakteriya yoki virus tushishi natijasida yalg'lanish sodir bo'lishi mumkin bo'ladi. Va azizlar, bizlar gaplashib o'tadigan mavzu haqidagi to'liq tushuncha shulardan iborat edi. Xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rayman.